71-kun vaqtni to'xtata olasanmi? Zohidning oldiga bir kishi kelib, u bilan dildan suhbatlashib o'tirgisi kelayotganini aytdi. Shunda Zohid vaqtni to'xtatib tura olasanmi dedi. Kishi albatta yo'q deb javob qildi. Unda meni chalg'itma, ibodatimni qilay degan ekan. Vaqtingizdan unumli foydalanishga harakat qiling. Uni bekorchi narsalar bilan o'tkazmang. Unutmang, o'tgan vaqtingizni sizga hech kim qaytarib bera olmaydi. O'zi juda qisqa bo'lgan bu umrni chiroyli amallar bilan bezang. Zotan vaqt sizni kesmasdan siz vaqtni kesishingiz lozim. Rivoyat qilinishicha, Isroil o'g'illaridan bir odam ilm talabida yo'lga chiqdi. Payg'ambarlari buning xabarini olgach, odam yuborib uni chaqirtirdi. U odam kelgach, payg'ambar bunday nasihat qildi: "Ey yigit, senga o'tgan va kelajak barcha insonlarning ilmini qamrab olgan 3 narsani tavsiya etaman. 1. Pinhona, oshkor va barcha holatda Alloh taolodan qo'rq. 2. Insonlar haqida gapirayotganda tilingga ehtiyot bo'l. Ular haqida hamisha yaxshilikni gapir. 3. Yeyayotgan ovqatingga diqqat qil. Halollidan bo'lsin." Bu pand nasihatni eshitgan yigit safarga chiqishdan voz kechdi.